Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz opa-singil aka-ukalar. Mana xudo xolasa ustunovka jarayonidamiz hozir. Plastmasda termo ustunovka qilib bo'ladi deb, xudo xolasa mana buni ko'rib o'tishingiz mumkin. Akfa plastmasda G106 deganidan ular divano paket bo'ladi. Buni yaqindan olib ko'rsanglar bo'ladi. Xudo hisobi o'ta mo'shni bo'ladi. Hisobga garantiyalari bor. Termoni ko'rsatmay yaqindan ma'lumot eshiklari bor, qanaqa ochaveradi. Buni kvadrati $190, $200 chiqaradi. Verandalarimiz narxi $90 chiqaradi. Har xil ranglari bor. Qanaqa eshik bo'lsa, Akfa, MDF, yog'ochdan, plastmasda, termo hamma xizmatlari mavjud. Meva aloqaga chiqa olasizlar. Kimga qildirsak deb o'ylab yurmasdan nomerlar pastda qoldiramiz. Albatta sizlarga o'tadan like tugmasini bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Chap tarafda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, yangi qilgan ishlarimiz birinchilardan bo'lib ko'z kuzatib borasizlar. Buni o'zi Andijon Xo'jobod rayoniga o'rnatganmiz. Shumkalar ichida bo'ladi bunlar. Tashqaridan umuman shum marjasida bo'lgan, eshitilmaydi tashqarida. Romlar ham ochilishlari mana pastgacha bo'lgan, bu divano paket hamma yo'q. Ichkarilarni yog'ochlariga razmerlarni o'lchab oldik. Telegram asarlar ishlayapti. Razmerlar bo'lsa tashlasanglar hisob-kitoblar qilib beraman.